Aşılanma yazmış bırakmayım. Eyletsin eytir sözünü. Hürmetli Mehdi Şerifovich, hürmetli İrada Hanım. Men cheksiz shodman. Bugun shunday darajali sahnada darajali qonaqlar oldida bosib turum bilan bundan bir necha yillar ilgina televizordan qarab, chet ellarda o'tgan yangidir zo'r festivallarga qiziqib yota turgan edik. Allohga shukr, hozir shunday motor festivallar o'zimizda da bor. Mana sahna ortida o'ylab bosib turdim, mendan kelir bir motor kun. Bir yil oldin biletlar olib qo'yirlar, hali Tataristonga festivalga qaytamiz deb. Amin deb qo'ydim. Big zo'r, big motor ish boshqarilgan. G'umrli bo'lsin, natijali bo'lsin. Mana shulay tinish ko'ngil bilan xizmatda, ijodda qaynab, rohatlanib yasharga nasib bo'lsin. Ko'ngil tinishligi hamma barchamizga da. Bayramlar bilan qo'shilib da zo'r bayram deb sanayman. Чек-чек, знаменитый болгарский чек-чек. Это вообще болгарский пряник. Bu dünyada şeksiz bəxtə layıqlı deyib sanayım özümdə. Aşılanma yazmış bırakmayım. Eyletsin eytir sözünü. Bu dünyada şeksiz bəxtə layıqlı deyib sanayım özümdə. Ваши бурные аплодисменты! Чын көңілден рахмет сізге, барыңызға рахмет. Вы молодцы вообще, отлично.